Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan ikkinchi semestrdagi 6 ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzumiz optikaga bag'ishlanadi. Ma'ruzani fizika, matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori Komiljon Abdushakovich bobojon olib boradi. Demak, biz siz bilan oldingi, ya'ni 5-ma'ruzamiz elektromagnit to'lqinlar, ularga oid Maxwell tenglamalar sistemasi, Gauss vibrator va elektromagnit tebranishlarni fazoga uzatish va uni qabul qilish, radio elektronikani ishlash prinsipi haqida suhbatlashib o'tgandik. Bundan tashqari biz siz bilan birgalikda o'sha elektromagnit to'lqinlar shkalasi bilan tanishib o'tgandik. Bu yerda hozir o'sha elektromagnit to'lqinlar shkalasining ko'rinishini yana bir marta o'sha eslatib o'tamiz va bugungi darsimiz demak shu elektromagnit to'lqinlarning ko'zga ko'rinadigan sohasi, ya'ni 700 nanometrdan 400 nanometrgacha bo'lgan intervaldagi sohasi yorug'lik nurlari deb atadi va yorug'lik nurlarining tabiati haqida suhbatlashamiz. Ma'ruza rejasi. Birinchi, yorug'likning elektromagnit to'lqin nazariyasi. Ikkinchi, yorug'lik to'lqinlarining fazoviy va vaqt bo'yicha kogerentligi. Uchinchi, kogerent yorug'lik to'lqinlarini olish usullari. To'rtinchi, interferensiya hodisasi. Beshinchi, teng qalinliklar interferensiyasi sohalari. Oltinchi, Newton halqalari. Yettinchi, interferensiya hodisasining texnikada qo'llanilishi haqida suhbatlashamiz. Demak, yorug'likning nazariyasi qadim-qadimdan ma'lumki, bu demak o'sha korpuskulyar to'lqin dualizm deb ataladi. Demak, yorug'likni zarralar oqimidan iborat ekan birinchi bo'lib Isaac Newton va uning tarafdorlari tomonidan o'sha nazariyasi ishlab chiqilgan va yorug'likning o'sha to'lqin nazariyasi bo'lsa, Christian Huygens va uning tarafdorlari tomonidan ishlab chiqilib, o'sha nazariy talqin qilingan. Keling shu jarayon bilan tanishamiz. Dualizm degani o'zaro bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan nazariyalarni, demak fizikada dualizm deb ataladi. Ko'rib turganimizdek, demak yorug'lik aslini olganda bu elektromagnit to'lqin deb aytib o'tdik va elektromagnit to'lqinlarning ko'zga ko'rinadigan soha intervalini biz yorug'lik deb ataganmiz. Endi bundan tashqari, demak yorug'lik albatta zarralar oqimidan iborat ekanligi to'g'risida nazariya paydo bo'lgan, chunki jismlarga ta'sirning ikki xil nazariyasi mavjud bo'lib, bu o'sha ta'sir nazariyalari ya'ni yaqindan va olisdan ta'sir nazariyalariga muvofiq, demak jismlarga ta'sir qilgan paytda zarra yoki oraliq zvenolar ta'sir qilish mumkin. Shunday ta'sirlardan bittasi bu yorug'likning o'sha zarralar orqali ta'siridir. Maxwellning yorug'lik to'g'risidagi elektromagnit to'lqin nazariyasi yorug'lik quyidagi tenglama bilan ifodalangan elektromagnit to'lqindir. Va bu yerda E maksimal kosinus omega minus kr biz phi demak argumentni ko'rib turibmiz. Yorug'lik tezligi vakuumdagi elektromagnit to'lqinga o'xshash, ya'ni 3 ko'paytirilgan 10 darajasida 8 metr tasm sekund yoki 300 ming kilometr tasm sekund tezlik bilan tarqaladi. Vakuumda shaffof muhitlarda yorug'likning, ya'ni biron bir o'sha shaffof muhitda yorug'likning tezligi bo'lsa, demak chekli o'sha yorug'likning nur sindirish ko'rsatkichiga bog'liq bo'lgan kattalikdir. Eslatma, optikada yorug'lik deganda faqat ko'rinadigan nurlar emas, balki unga yondashgan keng diapazonda elektromagnit nurlanish spektri, ya'ni infraqizil va ultrabinafsha nurlarning spektrlari tushuniladi. Ko'rinadigan yorug'lik nurlari elektromagnit to'lqinlar spektrining 400 nanometrdan 780 nanometrgacha bo'lgan diapazonda yotadi. Huygens prinsipi. Bu prinsipga asosan to'lqin harakati yetib borgan har bir nuqta ikkilamchi to'lqinlar manbaiga aylanadi. Bu to'lqinlarning o'rab oluvchi egri chiziq keyingi momentdagi to'lqinlarning frontini belgilaydi.
Huygens frenli prinsipiga muvofiq bo'lsa, to'lqin fronti sirtda yotgan barcha ikkilamchi manbalar bir-biriga nisbatan kogerentdir. Fazoning istalgan nuqtasidagi to'lqinlarning amplitudasi fazasi bu ikkilamchi manbalar nurlar to'lqinlarining interferensiyasi natijasidir. Demek, yorug'lik to'lqinlarining kogerentlik sharti, demek, to'lqin fronti sirtda yotgan barcha ikkilamchi manbalar bir-biriga nisbatan kogerentdir. Fazoning istalgan nuqtasidagi to'lqinlarning amplituda va fazasi bu ikkilamchi manbalar nurlangan to'lqin interferensiyasining natijasidir. Demek, bu yerda biz atomni ko'rib turibmiz. Demek, atom o'zidan o'sha nurlanishlarni har xil o'sha chastotadagi nurlanishlarni chiqaradi. Bizga kerakli bo'lgan sohasi, demak, bu albatta yorug'lik bo'lganligi uchun ko'zga ko'rinadigan diapazon haqida gaplashamiz. Demak, to'lqin interferensiyasi kuzatilishi sharti ularning kogerentligidadir. Ya'ni bir nechta tenglama yoki to'lqin jarayonlarining vaqt bo'yicha fazoda bir-biriga muvofiq ravishda kesishidir. Bir tizimning o'rtacha davom etadigan vaqti kogerentligi vaqti deb ataladi. Fazoviy kogerentlik uzunligi yoki kogerentlik radiusi deb ko'ndalang yo'nalishda to'lqin tarqalishining maksimal masofasiga aytiladi. Ya'ni lambda kogerentlik bu to'lqinligiga to'g'ri proporsional va o'sha fazo o'zgarishiga teskari proporsionaldir. Ikkita kogerent yorug'lik to'lqinlari bir-biri ustiga tushganda yorug'lik oqimining fazoviy qayta taqsimlanishi yorug'lik kogerentligining interferensiyasini kuzatib, ayrim nuqtalarda to'lqin jadalligining maksimumi, boshqa nuqtalarda esa minimumi kuzatiladi. Manbadan chiqqan marhamat yorug'lik to'lqini S tor tirqishdan birinchi ekranga tushadi va undan o'tib S1 va S2 tirqishli ikkinchi ekranga o'tadi. Bu ikki tirqish kogerent to'lqinlarning manbai hisoblanadi. S1 va S2 tirqishdan chiqqan kogerent to'lqinlar Y ekranda bir-birini ustiga tushib, shu sohada interferensiyaviy manzarani hosil qiladilar. Demak, biz hozir o'sha interferensiyaviy manzarani o'sha yorug'lik to'lqinlari misolida ko'rib turibmiz. Demak, bu yerda o'sha ko'rayotganimiz ekranda shunda demak interferensiyaviy manzarani ko'rib turibmiz, ya'ni yoritilgan soha va qorong'u sohalarni va buni to'lqinlar misolida demak ko'rishimiz mumkin bo'ladiki, fazoning ikkita nuqtasidagi manbalarning fazoning uchinchi bir nuqtasida, M nuqtasida borib turib kesishi natijasida hosil bo'ladigan va u yerda yorug'likning kuchayish va susayish, ya'ni to'lqinlarning kuchayish va susayish hodisasi bu interferensiya deb ataladi. M muhitda tebranishlarni vujudga keltiradigan ikkita yassi to'lqinni tenglamasi berilgan x1 va x2 tartibda va natijaviy tebranishlarning amplitudasini biz demak to'lqinlarni qo'shish hodisasiga qo'shamiz va natijaviy to'lqinning jadalligi, ya'ni intensivligini bo'lsa, demak o'sha qoida bo'yicha olib qo'shamiz. M nuqtagacha birinchi to'lqin N1 sindirish ko'rsatish muhitda V1 tezlik bilan R1 yo'lni bosib o'tadi. Ikkinchi to'lqin esa N2 muhitda V2 fazali tezlik bilan R2 yo'lni bosib o'tsin. M nuqtada qo'zg'atilgan to'lqinlarning fazalar farqi u holda quyidagiga teng bo'ladi va berilgan muhitdagi yo'lning geometrik uzunligi muhitning sindirish ko'rsatishiga ko'paytmasi demak yo'lning optik uzunligi deb ataladi va katta L harfi bilan belgilanadi va quyidagi formula yordamida aniqlanadi. O'tadigan to'lqinlarning optik uzunliklari farqi yo'lning optik farqli yo'llarning optik farqi deb ataladi va delta teng. Bu yerda demak o'sha optik yo'llar L1, L2 bo'lgan bo'lsa, ularning
farkını hisoblash formulasi. Demek interferensiyaviy maksimumni kuzatish sharti. S1 manbadan chiqayotgan nur bu nuqtaga tushadi. S2 manbadan chiqayotgan nur bu nuqtaga tushadi va bu yerda nurlar kesishgan paytda delta yo'lning optik farqi vakuumdagi to'lqin uzunligining butun sohasiga teng bo'lsa, yarim to'lqinning juft sonlari, ya'ni juft yarim to'lqin uzunligiga teng bo'ladi va bu holda demak quyidagi tenglama yordamida shunday shart bajarilgan paytda va bu yerda m butunli sonlar to'plami albatta ya'ni juft yarim to'lqin uzunligiga teng bo'lsa, bu yerda maksimum sekil. U holda fazalar farqi 2 mp ga teng bo'ladi. Interferensiya va minimumni kuzatish sharti. S1 nuqtadan chiqayotgan nur B nuqtaga tushadi. S2 manbadan chiqayotgan to'lqin bu nuqtaga tushadi. Va bu yerda demak delta yo'lning optik farqi vakuumdagi to'lqin uzunligining tok sonlariga teng bo'lsa, ya'ni yarim to'lqinning juft soniga teng bo'lsa, ya'ni bu yerda 2m + 1 bu demak bu yerda doimo tok sonini beradi, ya'ni tok yarim to'lqin uzunligi bo'lgan bo'lsa, u holda m nuqtada kuzatilgan temperaturning qarama qarshi fazada bo'ladi va fazalar farqi bu holda delta quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, to'lqinlar interferensiyasini geometrik shaklda talqin qilamiz va bu yerda ko'rib turganingiz S1 manba va S2 manbalar orasidagi masofa D ga teng bo'ladi va bu yerda ekrangacha bo'lgan masofa L bo'ladi va har bitta manbadan ekrangacha bo'lgan masofalar teng bo'ladi. Faqatgina ular o'sha ularni tushayotgan nuqtasidan, ya'ni teng masofalardan biron bir x masofada P nuqtada kesish joyida yo'llar farqi o'zgarib qoladi va R1 R2 ga teng bo'ladi. Ikkita manbada interferensiya manzarasini hisoblash. Demak, bu yerda o'sha D L dan katta bo'lgani uchun yo'llar farqi quyidagiga teng bo'ladi. Tak, bu rasmdan ko'rinib turibdiki, demak, o'sha yo'llar farqining kvadratlari 2x D ga teng bo'ladi. Bu yerda o'sha shartdan kelib chiqib turib, biz R1 bilan R2 ni yig'indisi taxminan 2L ga teng deb aytishimiz mumkin bo'ladi va bundan kelib chiqqan holda delta x D bo'lingan L ga teng bo'ladi. Demak, o'sha yo'llar farqi demak jadallik maksimum kuzatilgan shart bilan aniqlanadi yoki o'sha jadallik minimum kuzatilgan shart bilan bo'ysunadi va interferensiya tasmalari kengligi deb ataladi. Ikkita qo'shni maksimumlar orasidagi masofa delta x L bo'linganda lambadan 0 ga teng bo'ladi. Endi yupqa plyonkalarda interferensiya manzarasini ko'rib chiqsak, keling yupqa plyonkalarga interferensiya manzarasini kuzatsak, demak sindirish kuzatish n bo'lgan o'sha muhit ko'rib turibmiz. Uning qalinligi o'sha qalinligi bu demak plyonkaning qalinligi D ga teng bo'lsin. U holda o'sha muhitni o'rab olgan o'sha plyonkani o'rab olgan muhitning sindirish kuzatishi n 1 ga teng bo'lsa, ya'ni havo bo'lgan bo'lsa, u holda yorug'lik manbaidan yorug'lik shu plyonkaga tushadi va o'sha plyonkaga tushish nuqtasini O deb belgilaymiz. Unga nisbatan o'sha ikkita muhit chegarasiga perpendikulyar o'tkazamiz va o'sha muhitdan qaytgan nur burchak alfa, ya'ni ikkita burchakni belgilab olamiz, ya'ni yoki I bo'ladi bu yerda, demak tushish burchagi va qaytish burchagi I bo'ladi, chunki yorug'likning
o'sha optik geometrik qonunlarga muvofiq tushish burchagi qaytish burchagiga teng edi. Bunda sinish burchagi deb ataladi bu yerdagini. Demak, sinish burchagi R bilan belgilanadi va o'sha singan nur o'sha plyonkani ichida tarqalib borib, demak, S nuqtaga tushadi va undan demak tashqariga, ya'ni ikkinchi muhitga, ya'ni N0 muhitga chiqadi va bundan tashqari o'sha muhitda demak qaytadi. Demak, bu yerda qaytish burchagi R ga teng bo'ladi va xuddi shu yerdan nimaga tushadi? Ya'ni o'sha N0 muhitga chiqadi va bu nuqtada tushib va bu yerda o'tkazilgan perpendikulyarga muvofiq, demak, bu yerda o'sha bu yerdagi I demak geometrik o'sha taqqoslash bo'yicha ko'rsak, shu yerdagi burchakka teng bo'lib chiqadi va bundan kelib chiqqan holda bu yerda o'shaga bu yer I ga teng ekanligi ma'lum bo'ladi. Demak, bu sirtdan qaytgan nur bu bo'lsa, demak, o'sha nimani ichidan qaytgan nur deb ataladi. Plyonkani ichidan qaytgan nur. Ular oldiga yig'uvchi linza qo'ysak, bu yig'uvchi linza u holda yig'uvchi linza yig'adi va bu yerda demak o'sha biz interferensiyaviy manzarani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu nuqtada interferensiya maksimum kuzatilish sharti yuzaga keladi. Bir de lambda nol demek vakuumdagi o'sha to'lqin uzunligi bo'ladi va uni to'lqin uzunligi demak o'sha muhitning ichida quyidagi qonunga muvofiq o'zgaradi va bu yerda demak n butun sonlar to'plamida bu nuqtada interferensiya minimumni kuzatish sharti bo'ladigan bo'lsa, demak bu o'sha plyonkaning sindirish ko'rsatishi va tushish burchagining parametrlariga bog'liqligini tenglamasini ko'rib turibmiz va bu yerda demak o'sha tok yarim to'lqin uzunligiga teng bo'ladi va bunda minimum kuzatiladi. M butun sonlar to'plami deb ataladi. Teng qalinliklar tasmasi birinchi shtrix va birinchi ikkita shtrix, ikki shtrix va ikkita shtrix kogerent juft nurlar xona sirti atrofida kesishadilar va ekranning A va A shtrix ko'rib turganimizdek nuqtalarda linza orqali yig'iladilar. Ekranda interferensiyaviy tizimlari, tasmalar tizimi ularning har bir plastinkasini bir xil qalinlikdagi nuqtalardan aks etishi natijasida paydo bo'ladi. Teng qalinliklar tasmasi xona sirtida joylashadi. Demek xuddi shu kabi biz interferensiyaviy manzarani demak Newton halqalari misolida ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'sha linza, ya'ni yarim sfera shaklidagi linzani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sha linzaga yorug'lik nurlari tushib turibdi va bu yerda linzaning ma'lum bir qismida, ya'ni o'sha tegayotgan qismi bilan o'sha yarmiga teng bo'lgan oralikda, ya'ni D ga teng bo'lgan oralikda bu yerda ekranda quyidagi, ya'ni aks etgan yorug'likdagi yo'lning optik farqi sharti qanoatlantirilsa quyidagi o'sha manzaralar sodir bo'ladi. Ya'ni bu yerda bu demak qorong'u soha, bu yorug' sohalar deb ataladi va o'sha Newton halqalarining asosiy nimasi demak yorug' va qorong'u sohalardan iborat ekanligi. Demak, bu qorong'u sohalar to'lqin minimum, ya'ni to'lqinlar bir-birini so'ndirgan soha, yorug' sohalar bo'lsa, demak bu to'lqinlar bir-birini kuchaytirgan, ya'ni maksimum sohalar deb ataladi. Yorug'lik halqalari radiusi bu yerda yorug' halqalarning radiuslari Rm quyidagi ifoda bilan aniqlanadi. Bu yerda m butun sonlar to'plami, qorong'u halqalarning
radiosi bo'lsa, quyidagi shartni qonunlarda quyidagi ifodalangan qiladi. Bu yerda ham biznes. Eslatma. Interferensiya manzarasini o'tadigan nurlarda ham kuzatish mumkin, ammo o'tadigan nurlar interferensiyaviy maksimlarni aks etadigan nurlar interferensiyasi minimumlari bilan mos tushadi. Demak, bu yerda o'sha qaytgan nurlar orqali va o'tgan nurlar orqali o'sha interferensiya manzarani Newton halqalari orqali kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ishlash prinsipi yorug'likning interferensiya hodisasiga asoslangan o'lchash qurilmalari interferometrlar deb ataladi va bu yerda demak Yung tajribasi qurilmasini ko'rib turibmiz. Demak, bu yorug'lik manbai tirqishdan o'tgan paytda, demak, mana shu ekranda o'sha yorug'likning kuchaygan maksimum va susaygan minimum sohalarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bu bo'lsa, demak, Lloyda binasi deb ataladi va bu yerda men bilan birinchi yorug'lik nuri ekranga tushadi. Ikkinchisi, demak, o'sha ko'zgu orqali borib tushadi va bularning kesishida ekranda maksimum minimumga keladi. Keyin Fresnel biprizmasini ko'rib turibmiz. Demak, bu biprizmada yorug'lik tushgan paytda, demak, ular qaytib ekranga tushadi va ular kesishgan nuqtasida ko'rib turgandek interferensiyaviy maksimum minimumni hosil qilib. Keyin bundan tashqari biye linzasi mavjud va biye linzasi ikkita linzadan ajratilgan, bir-biridan ajratilgan ikkita linzadan iborat bo'ladi va ulardan yorug'lik o'tgan paytda, demak, ekranda kesishadi va kesish nuqtasida xuddi aytganimizdek, ko'rayotganimizdek nimani interferensiya manzarani, ya'ni yorug'lik maksimum minimumini beradi. Endi bu yerda Michelson interferometrini ko'rib turibmiz. Michelson interferometri yorug'lik manbai o'sha yig'uvchi linza, ikkinchi tomondan o'sha parallel mutatsiyasini hosil qiladi. Va bu yerdan o'sha o'tkazuvchi muhit, ya'ni oyna, unda o'tgandan keyin yorug'lik qaytadi. Uni ikkinchi sirtdan orqaga qaytadi va yorug'lik o'ttirib M1 nuqtadan qaytib kelib, demak, bu yerda linzalar to'plamida, ya'ni 52 linzadan o'tgan paytda shu yig'ilib, demak, bu yerda biz o'sha interferensiya manzarani kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, interferensiya hodisasiga misollar bu demak, o'sha Newton halqalari, demak, interferensiya maksimum minimumlar, demak, ko'zga ko'ringan yorug'lik uchun, demak, bu linzadagi nimani interferensiya manzaralarini ko'rib turibmiz. Demak, interferensiyani texnikada qo'llanilishi bir de tekislik sirtini nazorat qilishda, demak, o'sha tekislikda sirtini nazorat qilishda biz interferensiya manzaradan, ya'ni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu sirtini, demak, bu yerda, demak, o'sha nazorat qilayotgan sirt yuzasi qanchalik tekis yoki notekis ekanligini o'sha interferensiya manzaradagi o'sha chiziqlarni, mana shu chiziqlarning parallellik shartidan ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda tekislik sirtini egrilik darajasini nazorat qilishni o'sha yana bitta usullardan birisi tekshirilayotgan sirt yuzasi bo'ladi va undan interferensiya kuzatish sxemasiga quyidagi sxema yordamida, ya'ni yes oyna bilan va linza yordamida o'sha Newton halqalarini o'sha radiuslarning o'zgarishiga, egrilikka qarab turib, demak, ajratib olishimiz yoki o'sha kuzatishimiz mumkin bo'ladi ekan. Interferensiya hodisasini qo'llanilishi, demak, astronomiyada yulduzlar diametrlari va holatlarini aniqlashda, fizikada bo'lsa, demak, nurlanishni tadqiqot qilish asboblari sifatida, texnikada qo'llaniladigan chiziqli o'lchamlarni taqqoslashda, optika mexanik detallarning o'lchamlarini nazorat qilishda, akustik va radio to'lqinlarning tarqalish tezligini o'lchashda, sirtlardan aks etayotgan nurlarni kuchayish yoki pasayishida, ikkita to'lqin manbalari orasidagi masofani o'lchashda keng qo'llaniladi.
Demek o'sha ma'ruzamizni o'sha işte qo'llanilgan adabiyotlar ro'yxati quyidagilardan iborat bo'ladi va pedagogik dasturiy vositalar ushbu elektron manzil orqali, ya'ni sayt manzili orqali biz simulyatsiya jarayonida nurlarning qaytish jarayonini o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Demak, o'sha pedagogik dasturiy vositalar, ya'ni PIT simulyatori yordamida interferensiyaviy manzaralarni o'sha kuzatishda biz ya'ni interferensiya manzarasida biz simulyatsiyadan foydalangan holda demak shuni o'rganishimiz mumkin ekan. Bo'lmasa bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar.